Hozir O'zbekistonda Toshkentdagi taksilar haqida gaplashamiz. Men Paxtakor metrosida turibman, Toshkent City Mall yonida. Uyimga Oybekka borishim kerak. Kvartiraga, ya'ni. Mana ko'rishlaringiz mumkin, Wildberries birinchisi. 16400, Uklon 18000, Yandex 14000, 13000 ham bor. Hozir men bu yerda marojni yedim. Kichkinagina marojni 15000 bo'ldi-da. Bitta narsa kulgili-da. Taksichilar qanday ishlayapti? Hozir agar bonus bermasa taksiga umuman nech pulga boradi? Uygacha 14000. 100 rubl ham bo'lmaydi-da, 90 rubl. Rossiyada metroni puliga men 3-4 kilometrga uyimga yetib olaman. Narxni ko'ryapsizlarmi? Taksichilarga to'laydigan narxni. Raqobat borligi zo'r, lekin to'layotgan pul juda ham kopeyka-da. 14000. 5000, 6000 ham to'laydi. Yandex taksini 5000, 6000 gacha tariflari bor. Yaqinga borsangiz 5000, 6000 ham ko'rsatadi. Realni bor-ku. Bu narxlar nimaga asoslanib chiqyapti tushunmayman lekin. Vaziyat shundayda, abit qilganim yo'q edi. Shu abitga yordam qila olasizmi? Hozir yonimda naqd pulim yo'q yonimda lekin hozir. Yo'q, naqd pul bo'lmasa hozir endi onlayn karta degan narsa bor. Nima qilsa, mana bu bitta kartamga tashlab bering agar. Yo'q, kartamda pul yo'q-da, kreditlarim bor deyib olganda. Qayerda ishlaysiz? Yandexda ishlaymiz, Yandexda Yandex ishlamasiz. Ketgan aka, Zo'r adashib qoling, siz endi jentlmen bo'lganingizga takoy odam deb. O'zim ham abit qilganim yo'q, to'g'risi gap ochig'i. Qarang, nima qilamiz bo'lmasa? Hozir men sizga yordam qilaman. Ad dushi yurakdan bitta yaxshi abit qanaqa bo'lar ekan? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Voy, men unga